Kömür zakaz. Assalomu alaykum. Aka, sizga qancha 5 tonnami? Bo'ldi, hozir dastavka qilib chiqarib beraman. Bo'ldi. Ballar o'zlari mana bu yerdan juktab o'zlari tushirib berishadi. Deb uyda o'tirib mazza qilib alik dastavka qilib qo'ysang, barliq narsalar hozir dastavka bo'lib qoldi-ku. Bizda dag'i ko'mirni dastavka xizmatlarimiz bor do'stlar. Mana bu ko'mirni qarasangizlar, ayvay sonun barlig'i yirik. Mayda qumi yo'q ekan. Eng sonli o'shodan. Ikki kunida haligi men pechkam tutab ketdi, bunday bo'ldi deganlarcha bo'yda ham buyursa-chi, bir danadagi minchadagi tashi yo'q ekan. Bizdagi buyursa javob qilamiz. Yesidagi javob deyotadi. Sababi o'zimizning akalar chiqaratgan uka javob odamlarga sunish qil, men javob beraman dedi. Buyursa sizlarga ayvay sonun bir danadagi tashi yo'q ekan. Ayvay sonun yaxshi jana turgan ko'mir ekan. Boshqa joylarga qaraganda mana tashsiz ko'mir yaxshi-da. Menda hozir 2 tonna olib qo'ysam kerak. Mana bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi, maydasini sotib aytgan. Maydasi bu anchadan beri turadi uka deydi. Tolka bizda yirigini sotamiz deydi. Adamlar da o'ylaymiz. O'shunday patriot ekanda ular qarabizchi. Ko'rsangizlar bo'ladi, ayvoy cho'ng bo'lgan bardig'i cho'ng ko'mirlar. Bu qara kechani ko'miri, Alaydin ko'mirdagi bor ekan. Hozir Alaydin ko'mirini ko'ramiz. Alaydin ko'miri desa men yoshligim esimga tushadi. Nega desangizlar, yoshlik kezimda ata qayerdan ko'mir ekan desam, Alaydin ko'miri deytiladi. O'shoga sizlarga ayvoy sonun sunish. Bu Alaydin ko'miri o'ta yirik bo'lgan ko'mir. Qara kechani ko'miriga qaraganda kichkina arzonroq bo'lib sanasida. Men barliq narsani aqchasina jarasha bo'ladi-da. Bu Alaydin ko'mirni ishlatganlar o'zlari bilishadi o'z negizchi. Ko'rsangizlar bo'ladi, ayvoy sonun cho'ng bo'lgan ko'mirlar. Biltirg'i jili problema bo'lgan ko'mirdan-chi, ukam biz ko'mirni qayerdan olamiz deganlarga yo'q. Bu yerda ham 24 ga jet ishlaymiz, dag 10 fura gamas geltat ko'mirimiz. Bez problem kengir olsangizlar bo'ladi. Sразу chalsangiz, sразу dastavka qilib beramiz. 5 tonna bo'lsa 5 tonna, 10 tonna bo'lsa 10 tonna bez problem dastavka qilib beramiz. Buni har birini men 50 kilogramdan qilib qo'ydim. Hozir buni esa olib ketish kerak, dastavka qilib beramiz hozir. Sizlarga adresini ayta ketsam, bu jag'imiz O'shdan kelayotishingizda svetoforning janida Ismoilovdan mechit, o'ng qo'lga burilib kelganingizda mana bu yerda Dardarmek bor, mana bu yerda Beraka market bor. Beraka marketning manglayida bizning adres ko'mirga kelsangizlar bo'ladi. Tonna alam desangizlar, ushul nomerga kengini qaytarsangizlar bo'ladi.